Yevroittifoq Ukrainaga yordam berish uchun Orbanning vetosini chetlab o'tish yo'lini topdi. Politico. Vengriyaning e'tirozlarini hisobga olinadi va tezda e'tiborsiz qoldiriladi, deya izoh berdi Yevropa Ittifoqining yuqori martabali rasmiysi. AQSh va Rossiya ertaga Saudiya Arabistonida bo'lib o'tadigan muzokarada nafaqat otash kesimni, balki uzoq muddatli tinchlik masalasini ham muhokama qiladi. Bu haqida AQSh rahbarining milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Mike Waltz ma'lum qildi. Birinchidan, sulh kelishuvi tuzilgan taqdirda tomonlarning unga amal qilishini qanday tekshirish muhokama qilinadi. Shuningdek, Qora dengizdagi harbiy harakatlarni to'xtatish, g'alla va yoqilg'i savdosi ham muhokama qilinadi. Ikkinchidan, Moskva hamda Washington tinchlikparvar kuchlarini kiritish va hududlarga egalik qilish masalasini muhokama qiladi, deya aniqlik kiritdi u. Ukraina mojarosining asl sabablarini bartaraf qilmasdan turib, urushni to'xtatib bo'lmaydi, dedi Rossiya rahbarining matbuot kotibi. Zelenskiyning so'zlari unchalik katta ahamiyatga ega emas. Buni energetika obyektlariga hujum qilmasligi to'g'risidagi kelishuvlarga rioya qilmayotgani ham isbotlaydi. Ertami kechmi Yevropaga Rossiya bilan yaxshi qo'shnichilik munosabatlarini yo'lga qo'yadigan tajribali siyosatchilar kelishi muqarrar. Yevropa Ukraina mojarosining asl sabablarini bartaraf etish o'rniga Kiyevni qurollantirish orqali uni yanada ko'paytirmoqda. Fransiya rahbari Emmanuel Macronning Yevropa uchun yadro soyaboni haqidagi bayonotlari nihoyatda xavflidir. Rossiya va AQSh o'rtasidagi hamkorlik salohiyatini baholash mushkul ish. Tramp va Putin zarur holatlarda aloqalarni davom ettirishga kelishib oldilar. Yevropa Ukrainada tinchlik bitimiga erishilgandan keyingi vaziyat uchun rejaga ega bo'lish kerak, dedi Buyuk Britaniya bosh vaziri. Kelishuv tuzilgan taqdirda amalga oshirish mumkin bo'lgan rejamiz borligiga qanday ishonch hosil qilamiz? Biz kelishuvni kutib, so'ngra harakatni boshlaymiz, dedi Keir Starmer. Trumpning maxsus vakili Uitkov Putinga ishonish haqida. Menimcha u butun Yevropani egallashni xohlamaydi. Bu ikkinchi jahon urushi davridagidan butunlay boshqacha holat. Ikkinchi jahon urushi paytida NATO yo'q edi. Demak, sizda qurollangan davlatlar bor. Menga kelsak, shu ma'noda men uning so'zini qabul qilaman. Menimcha, yevropaliklar ham shu xulosaga kela boshladilar, deya ta'kidladi u. Oq uy o't ochishni to'xtatish bo'yicha kelishuv bo'yicha ish doirasida Kiyevga qurol yetkazib berishni cheklashga hali rozi bo'lmadi. Bloomberg. Qo'shma Shtatlar Ukrainada 20-aprel kuni paxsa bayramiga qadar o't ochishni to'xtatish to'g'risida bitim tuzmoqchi, deb yozmoqda Bloomberg. Xabarlarga ko'ra, Oq uy belgilangan muddat o'zgarishi mumkinligini tan oldi. Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi AQSh bilan hozir muzokara olib borib bo'lmaydi. U ba'zi narsalarni o'zgartirmaguncha bizning rad etishimiz o'jarlikdan emas, balki o'tmishdagi tajribadan kelib chiqadi. Muzlatilgan Rossiya aktivlarini musodara qilish urush harakati bo'lishi mumkin. Yevropaning qariyb 200 milliard yevrolik Rossiya aktivlarini musodara qilishi jahon moliya tizimi uchun xavflarni keltirib chiqaradi va Moskva javob chorasini ko'radi, dedi Belgiya bosh vaziri.